avgust oyida 1,1 million so'm beriladimi? Kimga beriladi? Keyin qaytarilishini so'rashadimi? Kartadan pul yechib olinishi qonunimi yoki yo'qmi? Mana shu savollar hozir juda ko'p odamni xavotirga solyapti. Men bugun sizga shu masalani oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki gap oddiy mish-mish haqida emas. Sizning kartangizdagi pul, nafaqa, yordam puli, kredit, qarzdorlik va davlat to'lovlari haqida ketmoqda. Agar sizning oilangizda ijtimoiy yordam oladiganlar bo'lsa, farzand puli, moddiy yordam, nafaqa, pensiya, aliment, kredit yoki MIB orqali undirilayotgan qarzdorlik bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday masalalarni oddiy odam tushunadigan qilib, hujjat va amaliyot asosida tushuntirib boraman. Avvalo, eng katta savolga javob beraman. Avgustda hammaga 1,1 million so'm avtomatik tarzda beriladi degan gapni eshitsangiz, darhol ishonib ketmang. Odatda bunday xabarlar internetda qisqa sarlavha bilan tarqaladi. 1,1 million beriladi. Kartaga tushadi. Olmasangiz kech bo'ladi, keyin qaytarishadi. Lekin aslida har qanday davlat to'lovi yoki kompensatsiya aniq toifa, aniq mezon, aniq qaror va aniq tartib asosida beriladi. Oldin qanday edi? Oldin ham ijtimoiy to'lovlar bor edi. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam, pensiya, nogironlik nafaqasi, ishsizlik nafaqasi, ayrim hollarda kompensatsiyalar, bir martalik yordam pullari. Ular hammaning kartasiga bir xil tushmagan. Kimdir 325 ming olgan, kimdir 600 ming olgan, kimdir 1 milliondan oshiq olgan, kimdir umuman olmagan. Chunki asosiy mezon oila daromadi, oiladagi a'zolar soni, bolalar soni, mehnatga layoqatli shaxslar, rasmiy ish haqi, pensiya, aliment va boshqa ma'lumotlar bo'lgan. Hozir nima o'zgardi? Hozir to'lovlar bo'yicha tekshiruv va hisob-kitoblar ko'proq elektron tizimlar orqali amalga oshyapti. Ya'ni mahalla ijtimoiy himoya organlari, soliq, bank, kadastr, pensiya, bandlik va boshqa bazalardagi ma'lumotlar solishtiriladi. Shu sababli ayrim odamlar ilgari olgan pulini hozir qaytarish talabi bilan duch kelmoqda. Yana ayrimlar kartasidan pul yechilganini ko'rib, nima bo'ldi? Nega mendan pul olib qo'yishdi deb hayron bo'lyapti. Bu yerda ikkita holatni ajratish kerak. Birinchi, sizga haqiqatan ham qonuniy asosda to'lov tayinlangan va pul sizga tegishli bo'lgan. Bunday holatda hech kim asossiz ravishda sizdan pulni qaytarishni talab qila olmaydi. Ikkinchisi, tizimda xato bo'lgan, hujjatda noto'g'ri ma'lumot ko'rsatilgan, daromad yashirilgan, biror shart bajarilmagan yoki pul noto'g'ri shaxsga tushgan. Mana shunday vaziyatlarda qaytarish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Men ko'rayotgan eng ko'p uchraydigan holat shuki, odamlar pul kelganini ko'radi, ishlatadi. Keyin bir necha oy o'tib, sizga ortiqcha to'langan, qaytaring degan xabar keladi. Bu yerda odamning birinchi e'tirozi tabiiy. Agar noto'g'ri bo'lsa, nega oldin berdinglar? Lekin amaliyotda davlat to'lovlari ba'zan dastlabki ma'lumot asosida tayinlanadi. Keyin esa tekshiruvda boshqa faktlar chiqadi. Masalan, bir oilada 3 nafar bola bor. Onaning nomiga bolalar nafaqasi tayinlangan. Dastlab oila kam ta'minlangan deb ko'rilgan. Keyin ma'lumotlar bazasida otaning rasmiy ish haqi yuqoriroq ekani yoki oilaga tegishli qo'shimcha mulk borligi yoki boshqa daromad manbai aniqlangan. Shunda organlar, siz mezonga to'g'ri kelmagansiz, ortiqcha to'langan pulni qaytarishingiz kerak deb chiqishi mumkin. Yana bir misol, ayol farzand puli oladi, lekin turmush o'rtog'i chet elda ishlaydi. U pulni bank orqali yubormaydi. Qo'lda yoki boshqa yo'l bilan yuboradi. Rasmiy tizimda bu daromad ko'rinmasligi mumkin. Keyin biror tekshiruvda oilaning real daromadi yuqori ekani ma'lum bo'lsa, yordam puli masalasi qayta ko'riladi. Bu holatda ham tortishuv chiqadi. Bu pul rasmiy daromad emas edi. Biz baribir qiynalganmiz. Tizim o'zi tasdiqlagan edi. Shuning uchun men doim aytaman, ariza topshirayotganda har bir ma'lumotni to'g'ri ko'rsatish kerak. Endi kartadan yechib olinish masalasiga kelamiz. Bank kartasidan pul shunchaki kimningdir xohishi bilan yechib olinmaydi. Odatda bunga asos bo'lishi kerak. Sud qarori, ijro hujjati, MIB qarori, kredit shartnomasi, bank oldidagi qarzdorlik, aliment, soliq qarzi, jarima yoki ortiqcha to'langan davlat mablag'ini qaytarish bo'yicha rasmiy talab. Agar sizning kartangizdan pul yechilgan bo'lsa, birinchi savol, qaysi asos bilan yechildi? Bu savolga javobni bankdan yozma yoki ilova orqali ma'lumot sifatida olish kerak. Birinchi navbatda agar siz ijtimoiy yordam, bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki bir martalik to'lov olgan bo'lsangiz va keyin sizga ortiqcha to'langan degan xabar kelgan bo'lsa, masalani jiddiy qabul qiling. Xabarni e'tiborsiz qoldirmang.
chunki vaqtida javob bermasangiz. Qarzdorlik ijroga chiqishi, keyin kartani ushlab qo'lish boshlanishi mumkin. Ikkinchi toifa kredit qarzi borlar. Ko'p odam kartadan pul yechilganini ko'rib, buni ijtimoiy yordamni qaytarish deb o'ylaydi. Aslida esa kredit shartnomasida bankka avtomatik yechib olish huquqi berilgan bo'lishi mumkin. Masalan, siz 800 million so'm kredit olgansiz, oyiga 900 ming to'lashingiz kerak. To'lov kuni kartangizga 20 million tushdi. Bank tizimi qarzdorlikni ko'rib 900 mingni yechib oldi. Siz esa davlat bergan pulni olib qo'yishdi deb o'ylaysiz. Aslida bu kredit bo'yicha avtomatik to'lov bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa aliment, jarima, soliq yoki MIB qarzi borlar. Masalan, fuqaroning 3 million so'm aliment qarzi bor. Uning kartasiga 20 million so'm tushdi. Ijro hujjati bo'yicha karta bloklangan yoki undirish belgilangan bo'lsa, mablag'ning bir qismi ushlab qolinishi mumkin. Bu yerda ham pul aynan nima uchun yechilganini aniqlash kerak. Chunki har bir to'lov turi bo'yicha ushlab qolish chegarasi va tartibi bor. To'rtinchi toifa hujjatni boshqa odam orqali rasmiylashtirganlar. Ayrim oilalarda karta ona nomida, ariza buvi nomida, bola boshqa manzilda ro'yxatda, otaning daromadi boshqa cho'yda ko'rinadi. Shu kabi chalkashliklar keyin muammo tug'diradi. Pul tushdi, demak hammasi to'g'ri deb o'ylash noto'g'ri. Pul tushgani bu masala hech qachon qayta tekshirilmaydi degani emas. Agar sizga to'lov qonuniy tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar to'g'ri bo'lsa, oilaning daromadi mezondan oshmagan bo'lsa, hech qanday qarzdorlik bo'lmasa, kartangizdan ham pul yechilmagan bo'lsa, vahimaga tushmang. Internetdagi har bir videoni ko'rib, endi mendan ham qaytarishadi deb qo'rqish kerak emas. Muhim hujjatlaringizni tartibda saqlang. Masalan, siz yakka ona sifatida bolalar nafaqasi olasiz, daromadingiz kam, yashash joyingiz va oilaviy holatingiz tizimda to'g'ri ko'rsatilgan. Siz arizada yolg'on ma'lumot bermagansiz. Bunday vaziyatda keyin kimdir telefon qilib pulni qaytaring desa, avval rasmiy hujjat talab qiling. Oddiy qo'ng'iroq yoki telegram xabar asosida pul o'tkazib yubormang. Yana bir misol, pensionerning kartasiga pensiya tushdi. Keyin kommunal to'lov yoki kredit uchun pul yechildi. Bu ijtimoiy yordam qaytarildi degani emas. Har bir yechimni alohida tekshirish kerak. Bank ilovasida ko'pincha operatsiya nomi ko'rinadi. Kredit to'lovi, MIB undiruvi, xizmat haqi, avtomatik to'lov, karta o'tkazmasi. Agar nom tushunarsiz bo'lsa, bankka murojaat qilasiz. Endi sarlavhadagi 25 million so'mga qaytamiz. Bunday summa turli sabablarga ko'ra uchrashi mumkin. Bu bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Ish haqi yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Ortiqcha to'langan nafaqa yig'indisi bo'lishi mumkin. Kreditdan qolgan qarz bo'lishi mumkin. MIB undiruvi bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat summaga qarab xulosa chiqarish mumkin emas. Misol uchun, bir oilaga 3 oy davomida har oy 500 ming so'mdan ortiqcha to'lov qilingan bo'lsa, jami 7 million so'm chiqadi. Keyin organlar siz 7 million qaytarishingiz kerak deyishi mumkin. Boshqa holatda esa avgust oyida biror toifaga 2 million so'm miqdorida yordam ajratilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma uchun emas, faqat aniq ro'yxatdagi shaxslar uchun bo'ladi. Uchinchisida, bank kartadan 2 million yechgan bo'lsa, bu sizning eski qarzingiz bo'yicha bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida shuni alohida ta'kidlayman. Beriladi degan so'z bilan sizga tegishli degan tushuncha bir xil emas. Davlat to'lov haqida gap ketganda, sizning toifangiz, arizangiz, ro'yxatingiz, daromadingiz, qaroringiz va hisob raqamingiz mos kelishi kerak. Shu 5 ta nuqtadan bittasida xato bo'lsa, keyin muammo chiqadi. Qaytarish talabi qonuniy bo'lishi uchun u og'zaki gap emas. Rasmiy asosga ega bo'lishi kerak. Sizdan pul qaytarishni so'rashsa, men birinchi navbatda 3 ta narsani so'rashni maslahat beraman. Qaysi to'lov bo'yicha, qaysi davr uchun, qaysi qaror yoki hisob-kitob asosida. Masalan, 2024 yil may. Iyul oylari uchun bolalar nafaqasi ortiqcha to'langan. Jami 1.500 ming so'm deb aniq yozilishi kerak. Shunchaki siz qarzdorsiz degan gap yetarli emas. Agar ortiqcha to'lov davlat organining xatosi bilan bo'lgan bo'lsa, bu alohida muhokama qilinadigan masala. Agar fuqaro yolg'on ma'lumot bergan bo'lsa yoki daromadini yashirgan bo'lsa, talab kuchliroq bo'ladi. Agar fuqaro barcha ma'lumotni to'g'ri bergan, lekin tizim noto'g'ri hisoblagan bo'lsa, fuqaro o'z e'tirozini yozma tarzda bildirishi kerak. Chunki har bir holatda ayb, sabab va hujjat alohida ko'riladi. Hayotiy misol, ayol mahallaga ariza topshirgan, barcha hujjatlarni bergan, turmush o'rtog'i ishsizligini aytgan. Lekin keyin ma'lum bo'lishicha, turmush o'rtog'i rasmiy korxonada ishlagan va oylik olgan.
Agar bu ma'lumot ariza vaqtida yashirilgan bo'lsa, qaytarish talabi asosli bo'lishi mumkin. Boshqa misol. Tizim turmush o'rtog'ining eski ish joyidagi daromadini hali ham faol deb ko'rsatgan, aslida u ishdan ketgan. Bunda fuqaro ish joyidan ma'lumotnoma olib e'tiroz kiritishi mumkin. Eng avvalo vahima qilmasdan operatsiyani aniqlang. Bank ilovasiga kiring va yechib olingan pul qaysi tashkilot nomiga ketganini ko'ring. Agar MIB, ijro, kredit, avtoto'lov, bank komissiyasi, qarzdorlik kabi yozuvlar bo'lsa, har biri bo'yicha alohida yo'l bor. Bankka murojaat qilganda shunday deyish kerak. Mening kartamdan falon sanada falon summa yechilgan. Ushbu operatsiya qaysi hujjat, qaysi tashkilot va qaysi qarzdorlik asosida amalga oshirilgani yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Og'zaki tushuntirish bilan cheklanib qolmang. Chunki keyin shikoyat yozish kerak bo'lsa, sizga dalil kerak bo'ladi. Agar MIB orqali yechilgan bo'lsa, MIB bo'limiga boring yoki elektron tartibda murojaat qiling. Ijro ishi raqamini so'rang. Qaysi sud qarori yoki qaysi organ qarori asosida undirilayotganini biling. Ba'zan odamlar eski jarima yoki eski kredit qarzidan bexabar yuradi. Masalan, 2022 yildagi jarima, 2023 yildagi kommunal qarz, eski aliment ishi 2024 yil avgustda karta orqali ushlanishi mumkin. Bu holatda nega aynan hozir? Degan savolga javob oddiy. Ijro mexanizmi endi kartaga yetib kelgan bo'lishi mumkin. Agar bank kredit uchun yechgan bo'lsa, kredit shartnomangizni tekshiring. Ko'pincha shartnomada qarzdorlik yuzaga kelganda bank mijozning hisob varaqlaridan mablag'ni aksepsiz tartibda yechishga haqli degan mazmundagi band bo'ladi. Siz bu bandga imzo qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Lekin baribir bank noto'g'ri summa yechgan bo'lsa, qayta hisob kitob talab qilishingiz mumkin. Ba'zi to'lovlar ijtimoiy ahamiyatga ega bo'ladi va ularni to'liq ushlab qolish mumkin emas yoki ushlab qolish bo'yicha alohida tartib bo'ladi. Lekin amaliyotda bank tizimi pulning manbasini har doim ham to'g'ri ajratmasligi mumkin. Masalan, bir kartaga pensiya ham tushadi, ish haqi ham tushadi, qarindoshdan o'tkazma ham keladi. Keyin undirish bo'lsa, odam bu pensiya edi deydi. Tizim esa uni umumiy mablag' sifatida ko'rgan bo'lishi mumkin. Shu sababli ijtimoiy to'lovlar uchun alohida karta yuritish amaliy jihatdan foydali. Yana bir nozik masala SMS yoki Telegram orqali keladigan soxta xabarlar. Sizga 5 million so'm ajratildi. Kartangizni tasdiqlang. Pulni olish uchun havolaga kiring. Qaytarmaslik uchun kodni yuboring kabi xabarlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, bank ilovasi paroli, pasport ma'lumotlarini notanish havolaga kiritmang. Davlat to'lovi olish uchun sizdan SMS kod so'rashmaydi. Bank xodimi ham sizdan kod so'ramasligi kerak. Yana bir pitfall. Odamlar mahalladagilar aytdi yoki tanishmoqchi degan gapga ishonib harakat qiladi. Har bir oilaning holati boshqacha. Tanishingiz million olgani siz ham olasiz degani emas. Tanishingizdan qaytarishni so'rashgani sizdan ham so'rashadi degani emas. Siz faqat o'zingizning rasmiy holatingizga qarang. Ariza topshirishda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zan odamlar biror joyini to'ldirib yuboring, baribir tekshirishmaydi deb o'ylaydi. Hozir tekshiruv kuchaygan. Rasmiy ish, mulk, avtomobil, tadbirkorlik, pensiya, aliment, stipendiya, ijara daromadi kabi ma'lumotlar keyinchalik chiqib qolishi mumkin. Agar noto'g'ri ma'lumot sabab pul olgan bo'lsangiz, keyin qaytarish talabi, hatto ma'muriy javobgarlik xavfi ham paydo bo'lishi mumkin. Birinchi qadam, pul qayerdan kelganini aniqlang. Kartangizga 50 million tushgan bo'lsa, darhol uni sarflab yuborishdan oldin operatsiya izohini ko'ring. Qaysi tashkilot yuborgan, to'lov maqsadi nima? Agar tushunarsiz bo'lsa, bankdan ma'lumot oling. Mablag'ning manbasi aniq bo'lmaguncha katta xarajatga ishlatmaslik ma'qul. Ikkinchi qadam, sizga qaytarish talabi kelgan bo'lsa, hujjat so'rang. Telefon orqali qaytaring deysa, iltimos rasmiy hisob kitob va qaror nusxasini bering deng. Siz quyidagilarni so'rashingiz kerak. To'lov turi, davr, summa. Ortiqcha to'lov sababi, hisob kitob jadvali, qaror raqami, shikoyat qilish tartibi. Shu ma'lumotlarsiz pul o'tkazish xavfli. Uchinchi qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, daromad ma'lumotnomasi, ishsizlik bo'yicha ma'lumot, bank ko'chirmasi, ijara yoki yashash joyi bo'yicha hujjatlar, pensiya yoki aliment haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar sizdan noto'g'ri qaytarish talab qilinayotgan bo'lsa, aynan shu hujjatlar sizni himoya qiladi. To'rtinchi qadam, yozma e'tiroz bering. E'tiroz matni murakkab bo'lishi shart emas. Men buni shunday yozishni tavsiya qilaman.
menga falon to'lov bo'yicha falon summa ortiqcha to'langanligi aytilmoqda. Ushbu hisob kitobga qo'shilmayman. Chunki ariza topshirish vaqtida barcha ma'lumotlarni to'g'ri taqdim etganman. Ortiqcha to'lov sababi hisob kitob asoslari va qaror nusxasini taqdim etishingizni, shuningdek holatni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Keyin hujjatlaringizni ilova qilasiz. 5-qadam, agar kartadan pul yechilgan bo'lsa, pulni qaytarish bo'yicha murojaat qiling. Agar yechib olish noto'g'ri bo'lganini isbotlasangiz, bank, mobil yoki tegishli tashkilot orqali qaytarish talab qilinadi. Bu jarayon bir kunda tugamasligi mumkin. Lekin sizda bank ko'chirmasi, murojaat raqami, javob xati bo'lsa, ish yuradi. 6-qadam, qarzdorlik haqiqatan ham sizniki bo'lsa, uni yashirmang. Bo'lib to'lash imkonini so'rang. Masalan, 5 millionni birdan qaytarishga imkoningiz bo'lmasa, oilaviy sharoitimni inobatga olib, qarzdorlikni oyma-oy bo'lib to'lashga ruxsat berishingizni so'rayman deb ariza yozish mumkin. Ko'p holatda murosa yo'li bor, faqat odam qochib yurmasligi kerak. 7-qadam, alohida karta yuriting. Ijtimoiy yordam, pensiya yoki bolalar nafaqasi tushadigan kartani kredit to'lovlari, internet xaridlari, qarindoshlar o'tkazmalari bilan aralashtirib yubormaslik foydali. Bu majburiy qoida bo'lmasligi mumkin, lekin amaliy himoya sifatida yaxshi. Keyin qaysi pul qayerga ketdi degan savolda ko'chirma aniqroq bo'ladi. Birinchi xato kelgan pulni darhol yechib olib ishlatish. Agar pul manbasi noaniq bo'lsa, keyin qaytarish kerak bo'lib qolsa, oilaga og'ir tushadi. Ayniqsa 20 million so'm kichik pul emas. Uni oziq-ovqat, kiyim, qarz yopish yoki telefon olishga sarflab yuborgandan keyin qaytarish talabi kelsa, odam yanada qiyin ahvolga tushadi. 2-xato. Rasmiy xatga javob bermaslik. Ayrimlar javob bermasam unutishadi deb o'ylaydi. Aksincha, javob bermasangiz ish keyin bosqichga o'tishi mumkin. Keyin karta bloklanadi, pul ushlanadi, qo'shimcha xarajatlar chiqadi. Shuning uchun har qanday talabga yozma javob bering. 3-xato. Firibgarlarga ishonish. Men sizga 50 million chiqarib beraman. Qaytarish talabini yopib beraman. Mahalladagi ro'yxatga qo'shib qo'yaman degan odamlar uchrashi mumkin. Pul berib, hujjatingizni topshirib, keyin o'zingiz muammoga qolmang. Davlat to'lovlari tanish-bilish orqali emas, rasmiy tartib orqali hal qilinishi kerak. 4-xato, oiladagi real holatni yashirish. Bugun yashirilgan daromad ertaga chiqishi mumkin. Ayniqsa, bank kartalar, soliq tizimi, rasmiy ish joylari, mulk ma'lumotlari elektronlashgan. Shu sababli bilishmaydi degan fikr xavfli. Demak, avgustda 1 million so'm berilishi, qaytarilishi yoki kartadan yechilishi haqidagi har bir xabarni alohida tekshirish kerak. Hammaga bir xil pul beriladi degan gapga ishonmang. Sizga pul tushsa, manbasini aniqlang. Sizdan qaytarish so'ralsa, rasmiy hujjat va hisob-kitob talab qiling. Kartadan pul yechilsa, bankdan asosini oling. Qarzdorlik sizniki bo'lsa, bo'lib to'lashni so'rang. Noto'g'ri undirilgan bo'lsa, yozma e'tiroz bering. Men sizga eng muhim fikrni yana bir bor aytaman. Qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Hamma narsa hujjat, hisob-kitob va rasmiy javob bilan hal bo'ladi. Og'zak gap. Internetdagi vahimali sarlavha yoki notanish odam yuborgan havola asosida qaror qilmang. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Kartangizdan pul yechilganmi? 1 million so'm qaytarish talab qilinganmi yoki aksincha? Sizga yordam puli tushganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men odamlar ko'p duch kelayotgan vaziyatlarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.